kirişine. Oğlum daha yani. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana boboni oldiga keldik. Mana uylari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bobojon. Assalom. Voy nadi kelmeydi. Voy fakirler. Her ne halınıza bak. Ömrünüz uzak olsun. Hava. Dayamin yaxshi ediyorsun. Mana boboni oldiga keldik birodarlar. Allah nima bo'lsin? Do'stlar, birodarlar, sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz, mana shu oy Shobon oyida taqdir qismatlar yaratilgan, bitilgan oy bo'ladi, taqdir qismatlar. Bir insonni Alloh taolo g'arib yaratgan, bir insonni boy yaratgan, bir insonni tanho, bir insonni kibrga nima qilib qo'ygan. Bu hammamiz ham kitamiz. Mana bu bobodan ozgina umrlari bor, bu bobo ham kitadi, biz ham kitamiz. Nima deydi? Bu dunyoda hech kim ham obodiy qolmaydi do'stlar. Men sizlardan like ham so'ramayman, obuna ham so'ramayman do'stlar, birodarlar. Faqat tollarga iltimos shu nimalarni tarqatinglar, videoni ko'rsinlar birodarlar. İnson qanaqa holatda yotishini hali o'zlari biladi. Nimaki inson qabrda yotganda bir chumoli ham uni ustiga hokim bo'ladi do'stlar, birodarlar. Bir chumoli kish deya olmaysan, yotasan. Inson shunaqa ojiz narsa. Hech kim kibrga berilmasin birodarlar. Mana bu oy taqdir. Bu boboni taqdiri mana shu holatda ekani, bizni taqdirimiz ham har kim bitta boy bo'lgan, bitta g'arib bo'lgan, mana shunaqa holatda nima qilib o'tirmiz. Mana boboni oldiga keldik. Biz boboni duosini olamiz. Bu qiyomatda biz uchun inshaalloh albatta nima deydi? Gunohlarimiz to'kilishi uchun nima bo'ladi deb umid qilamiz inshaalloh. Bobodan duo oldik. Bobojon, bizlarga bir duo bering. Cümle Müslümanı, cümle çıkardıklar. Şiirlerin Cenab-ı Babalar. Amin. Allah razı olsun. Mana do'stlar, birodarlar, mana men hozir boboni o'z nimasiga ham keldik. Mana joylarini ko'ramiz. Mana qo'llari qaltirab shunaqa bir holatda o'tiribdi bobo. Mana do'stlar, mana ishkar tomonni ham ko'rsataman. Mana tanho o'zi bir holatda mana shunaqa choy ichib nima qilib o'tirgan. Mana birodarlar. Yordamlar vardı, mana hamma yordamlarni olib keldik. Mana bobo o'zi nimasida qilib, mana un, piyoz, hamma ro'zg'orga kerak bo'ladigan narsalarni olib keldik. Mana shu yerda hamma narsasi bilan birgalikda bor. Bobo siz bitta inshaalloh yo'limizda sog'machimizda barpo murojaatlar qilamiz. Alloh derroqda qabul Sağ olun da babacan, Xudaya. Sağ olun Xudaya. Sağ olun. Sağ olun.